Baqlajondan tort. 15 yil oldin haftada 3 marta tayyorlaydigan o'sha baqlajonli tortimizni tayyorlaymiz. Baqlajonni olamiz, qirg'ichdan chiqaramiz. Bir tomchi ham qoldirmay suvlarini siqib tashlaymiz. 3 ta tuxum, 3 qoshiq un, tabga ko'ra tuz solamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Massamizning ko'rinishi shu holatda bo'ladi. Tortda kremini tayyorlaymiz. 2 qoshiq mayonezga 2 ta dona chesnokni maydalab solamiz. Massani teng to'rga bo'lamiz. Tovada past olovda 2 ta tarafini dimlab pishirib olamiz. Yaqinlaringizga hali ham bayramga sovg'a olmadinglarmi? Unda sizlarga zo'r mahsulotni ko'rsataman. Koyi brendidan premium mahsulot. Yuzingizni tozalaydi, namlantiradi, quyosh nuridan himoya qiladi. Ularda hozir juda katta aksiya bo'lyapti. Albatta undan foydalanib qolinglar. Tortimizni yig'amiz. Birinchi qavatiga mayonez, pomidor, ikkinchi qavatiga mayonez, bodring, uchinchi qavatiga mayonez, qaynatilgan tuxumni to'rgadan chiqaramiz. Tortimizni yig'ib oldik, ustini xohishga qarab yasatamiz. Men ustiga tvorojniy sirdan gulla chiqarib chiqdim va bodringlardan chiroyli mana shunaqa yasatib oldim. Tayyorlab ko'rishinglarni maslahat beraman.